Xo'p, mayli, aytganingizni qilaman. Oy, nima qilyapsan bu yerda? Biz bilan ketasan, yur, davay. Qayoqqa sonlar? Yur dedim, tez yur, davay ketdik. Nima gap qishloqqa? Bir gara terroristlar nima gap? Nima o'lyapti? Bu nima degan gap? Nima? Bu qaysi zamonga qolib ketdik? Bu qaysi la'natlarning qo'lida qolib ketdik? Jo'qay qolgan, sen bir surishtir. Ha, mayli, hozir bir merni oldiga boraychi. Nima gap bo'lgan ekan Jo'qaga? Bu bratanga tegmasam bu hech narsa qilmaydi. Chunki buni gulini sug'urib oldim-da. Gulini, ya'ni yuragini sug'urib oldim. Qaysidir yuragini, qaysidir qishloqdagi. Va Jo'qa yo'qolgan dedimi? Bir merni oldiga boraychi. Mer, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hay, charchash yo'q. Nimamni charchash deb qoldingiz? Kecha uyquda qo'rqib ketdim. Ha, yaxshi, unda Jo'qay qolgansa topishga kerak. O'sha qurollar senga, xullas Jo'qay topishi kerak. O'ldirib qo'ymasdan birorta qishloqqa, birorta xullas jinoyatchi. Bor, xullas. Men boshimda qotirma. bu nima endi? Bu nima degan gap? Bosh og'riq. Ha, yaxshi, unda yaxshi. Menga bosh og'riq ham yo'q, hammasi tinch va men borib endi Jo'xani bir izlayinchi uydan. Mana bratanga endi gap bor bo'lmaydi. Urinib ketishi mumkin. Va market ochiq ekan. Marketchi, yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Biladi nima? Bu nima degan gap endi? Bu Jo'xa chindan yo'qolgan ekanmi? Ha, Unda izlash kerak, uyga bir borib dalillarni to'plashim kerak. Uydan biror narsa chiqishi mumkin va men bir boraychi, shu la'nati nima sherga o'rzalanib oladi. Borib ikkalasi ham ikkitami endi? Nima, senlar sabzavot ishni o'rgandingmi? Jinosin, bor anaqa, shu sherga yopishib olganing olgan. Va o'lging kelayotgan ekanda senlarni. Bo'ldi, yaxshi, nishon juda ajoyib ekan va uzoqdagi masofadagi narsalarni ham o'ldirishga juda yaxshi yordam beradi. Qulayliklar, juda katta komfort. Va mana shu kiranchi hech qanday jinoyatchi yo'q, chunki Jo'xani olib ketishganda va nima deyishgan ekan, Jo'xani izlab keldingmi? Bizga aytgan joyga pullarni qoldirib ketasan degan ekan. Nima? Bularga men shunchalar ahmoqman, chunki bu pullarni qanday qoldiraman? Davlat xazinasi-ku, tushunib bo'lmayapti. Endi tushunish qiyin bo'lib qoldi, chunki davlat xazinasidan men pul olamanmi? Yo'q, bu bekor gap, chunki men uncha unday emasman-da, xullas. Va men bir ko'raychi, xullas u pul so'ragan ekan. pulni olib berar, Jo'qay yaxshi-ku. Bilmay qoldim-da, ikkilanib qoldim va men merni oldiga borishim kerak. Mer bilan bir gaplashib ko'raychi, birinchi biror narsa bo'lib qolar. Mana men merni oldiga keldim, mer u pul qoldirib ketishini aytgan ekan. Nima qilsang qil, tezroq olib kel Jo'qani. Ayni unda birinchi qidirib ko'raychi, qishloqdan chiqmasa, lekin bilmadim. Keyin biror narsa qilamiz va men bir boraychi, nima gap bo'ladi va nima. Hamma qishloqqa har tarafga yuribdi. Mayli, men bunga tushuna olmadim va men xullas topishim kerak. Qayerdan topsam bo'ladi? Bular hamma qishloqlar bir joyga yuribdi, lekin bu qaysi qishloqligini qanday bilaman? Mayli, men bir xonamning ichiga boraychi. Sherda ma'lum bo'lib qolar va men bir borayin, biror narsa bo'lib qolar. Sherdan chiqmadim xullas. Nima, qayerga ketyapti bu? Ma'lumot. Bilmayman, sanaxonaga kirayotgandir. Ha, mayli endi. Men Jo'xani mashinasi sherda edi-ku, Bugatti. Qayerga qo'yib bo'ldi? Mer, Jo'xani mashinasi yo'q bo'ldi. Ha, o'zim ham ko'rdim. Radarlarga ham hech qayerga yo'q olib qoldi. Xullas, qayerdasiz top Jo'qani? Unda pulni qoldirmasak boshqa iloj yo'qmi deyman. Chunki bu bo'lmayapti, juda necha ketyapti. Chunki qayerdan kelyapti bular? La'natlar. Va men bir mer bilan yana gaplashib kelmasam bo'lmayapti. Va nima, eshik xullas yo'qolgan ekan chindan. Ha, eshitdim, telefondan ham eshitdim. O'zi kelishing shart emas. Bor, pullarni olib bor, ber. Aytgan joyiga qoldir. Mayli, gaplashib qo'yib kelaman-da, xullas. Va bu qanaqangi qurol bo'ldi va mayli, shu yerda tursinchi paka, bir joyga taxlab ikkitasini qo'yib turaman va pullarni olib borib bersam bo'ldimi? Ha, tezroq borib berib kel. Jo'qani qutqarib olishing kerak. Seni zimmaga xullas. Butun bankning puli ketsa ham qutqarasan. Mayli. Lekin menga uncha pul sarflanmaydi-ku. Sen odam emassan, chunki yo'qol bo'ldi. Mayli, mana men ketyapman va eshikni yopib qo'ysak bo'ldi.
va qayerga qo'yishimiz kerak va bularni nima bu yerga qo'yibman tepaga turib tursin. Endi qidiramiz. Qayerga lokatsiya qo'yilgan lokatsiya. Menimcha Sheqidimi deymanda. Chunki bilmadim endi. Xullas bir aniqlashtirishim kerak. Ular bir telefon raqam ham qo'yishmagan ekan. Mayli endi qayerdan bo'lsa ham qidirib topaman. Balki shu orada yurgandir. U ahmoq emas-ku. Shu orada yurib. Tushunib bo'lmaydi. Mana shu to'xta yaramas. Tutib olsang tutib ol, bilmasa to'xtamayman. Qayerga ketyapti? Bu qayerga ketyapti? Marketga kiradi, bu marketga ishi bor. Mayli unda o'rtadan boraychi, sekin borsam ham yetib olaman. Mana to'xta dedim. Hech qayerga qochib keta olmaysan. Ayt lekin Jo'xan joyini. Aytmayman, u aytish mumkin emas. O'lasan hozir. Bir nechta o'qiysan, o'zi o'lib qolasan aytmasang ham. Aytish mumkin emas chunki men aytolmayman. Bo'ldi. Kerak emas. Aytish ham endi qidirib ko'ramiz. Bitta odamdan ayrildimi deymanda. Bu bitta gruppa ekan-ku. Mayli, bitta odamlar hech narsa emas-ku. Ancha pulni oldida. Va bitta plastik karta ham berib ketaman va men merni oldiga borishim kerak. Bitta odam o'ldi deyman, qochib tur. Xullas men bitta odamni topdim, o'ldirdim. Endi u pulni bermasang, u Jo'xani bergisi kelmayaptimi deyman. Xullas lokatsiya tayinlamadimi? Menga tayinladi. Bor o'sha joyga qo'yib kelmasak bo'lmaydi. Bor tezroq bor, imkon boricha tezroq borda Jo'xani olib kel, qutqar. Mayli, mana men boryapman va bu lokatsiya bo'yicha borishim kerak ekan. Va eshikni yopib qo'yish kerak. Qayerga borsak bo'ladi? Aytgancha lokatsiya bo'yicha borishimiz kerak. To'g'riga ko'rsatyapti, to'g'riga boryapmiz. Qaysi uyga qoldiramiz? Emas, mana to'g'riga ketaveramiz. Va bu yo'qda emas. Javob va mana shu ekan. Javob mana shu. Mana shu uyning sandig'ida qoldirasan deyilgan ekan. Va sandig'ini ochib har bir uylar debman. Har bir pullarni joylashtirib qo'yishim kerak. Nima ochilmaydi bu yaramasmi? Xullas ostini bosish kerakmi? Va mana men pullarni joylashtirib ketyapman. Merga xabar berib qo'yishim kerak. Va bu miltiqlarim o'zimga kerak bo'ladi. Va mana hamma pullarni joylashtirdim va endi borib gaplashib qo'ysam bo'ladi. Mana men joylashtirdim. Mayli, unga xabar beraman. Sen ketar joyda, voqea joyda. Mana men ketdim, uzoqlashib ketdim. Mayli, unda uzoqlashib ketgan bo'lsak yaxshi. Endi men telefon qilaman. Yaxshi, men Jo'xan oldigami yoki uyimga borib turamanmi? Mayli, uyimda borib turayinchi, biror narsa bo'lib qolar, biror o'zgarish. Mayli, men shu yerda kutib turibman uyimda. Mana ular pulni olishga borgan ekan, otda, ya'ni oldiga borsalar, umuman Jo'xani bermaymiz degan ekan. Bo'ldi, Jo'xonimi? Bor, bemalol ko'rishing mumkin ekan. Mayli, unda borib bir ko'rayinchi, Jo'xani nima gap bor ekan? Nima hammalaring shu yoqdasizlar? Jo'xa kelibdi. Men avval eshitdim-ku. Endi eshityapmiz-da bizlar. Mayli unda, xullas otib taylaymikan deb qoldim-da, xullas. Bo'ldi. U qo'riqchisi ham ezyapti. Mayli, mana Jo'xaning ham mashinasi kelgan ekan. Mayli. Mana uning uyiga ham yetib keldim va bu nima degan gap endi bu? Yoqmaydi-da. Shu yerga edingmi? Shu yerdami? Pullarni berdingmi? Berdim. Yaxshi, qutuldikmi endi? Qutuldik. Nima bo'ldi? Qochib ketdimi ular? Nima qildi? Bittasi o'ldi, bittasini ko'rganim yo'q lekin. U bittasini ham topish kerak-da. Imkon qadar o'ldirishga harakat qildim, bittasi qochib qoldi. Yomon bo'pti. O'ldirish kerak edi ikkalasini ham. Ular qochgan bo'lsa ham o'g'ri-da ular, xavfli. Shu sani o'g'irladi-ku. Shu uchun yo'q qil dedim men senga. Bo'pti, mayli, unda borib ishlaringni ko'rar. Mayli. Plakatni olib ketay, sani olib ketish uchun, ya'ni shu yerga bitta plakatni qo'yib ketaman-da. Bo'pti, olib ketar, bemalol. Menga baribir kerak emas, vobshe musur narsa-ku. Mayli. Va mana shu yerda turibman va endi men chiqib borib uyimga dam olsam ham bo'lar, chunki ajoyib kun bo'lmadi, chunki bankomatdagi ancha pullar ketdi. Shu yaramas yo'qmaydi. Tegini bir o'ldirib qo'ysa, o'ldirib qo'yaman keyin mana uni. Miltig'im bor-da, chunki menda snayper qaysidir rusumini menga bu fanga noma'lum emas. Mendan tashqari bu fanga noma'lum emas. Va mana men keldim xullas mer. Mayli, keyin yaxshi miltiqlarni joylashtirib qo'yib qo'y. Mayli, mana esimdan chiqmasa qoldirib qo'yib kelaman.
Yaxshi operatsiya ma'qul bo'ldi, lekin yaxshi senga salgina pul berishim mumkin, lekin bo'yga bermayman seni qilgan ishing o'zi oshib tushgan. Avvalgi martagi gap. Ha mayli, menga o'zi oshib tushgan bo'lsa hozircha kerak emas. Ha mayli, miltiqlari qolib ketmaysanmi? Kerak edi. Ha mayli, mayli. Unda men ketdim va menga pul qaytarmaysanmi o'zi? Sen mani pastda beryapsanmi? Tushmanaqa tush, urushasanmi? Sen bilan urushgim kelmayapti, ana himoyaching bor. Ha, shu. Ha shu. Xullas men borib xullas urushmayman va yarim kunni uyda o'tkazishim kerak, chunki ancha vaqt o'tish kerak. Kechki ishim bor, ya'ni kechga salgan ishim bor va nima degan gap, buncha qishloq mani joyimda o'rnashib olgan. Xullas do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling.